Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrdonlar. Akalar, biz yana bir obyektimizda tungi ishlarimizni qilib o'zini hayot yetkazdik. Bu obyektimiz Namangan viloyati Pop tumani Gulbog'da qilib berganmiz. Akalar, bu ishimiz ko'rib bitta o'zingizga baho berib qo'yasizlar. Bu ishimizda biz oq, mo'k hamda tillarang tunukalardan foydalanganmiz. Tillarang tunukalarimiz nejavoykadan bo'lgan, original, quyoshda har qanday issiqda rangi o'zgarmaydi, o'chmaydi. Akalar, bu ishimizda biz Namangan fason qilib berganmiz va mana bu ko'rib turganingizdek tevasidagi turgan suv oqar tarnovlarini ham qo'yib berganmiz. Suv oqar tarnovlarini ko'tarib turuvchi oyoqchalar, ya'ni kranch tillarini tungi fonimizni har bitta tillarang turgan palasalarga to'g'rilab qo'yib berganmiz. Juda ham bir ideal holatda bo'lgan. Ko'rib o'zingizlar ham bitta baho berib qo'yasizlar. Akalar, hozirgi kunda tungi fonimizni 1 kvadrat narxi 135 ming so'mdan bo'lyapti. Biz bu joyda ko'cha koziryoklarini qilib berganmiz. Ko'cha koziryoklarimizning uzunligi 72 metr joyda biz 17 milyon 500 ming so'mga tungi fon ishini va 5 milyon 200 ming so'mga suv oqar tarnovlarini, ya'ni seliflarni qo'yib berganmiz. Bu esa uyimizning bitta burchagi, mana shunday ideal holatda chiqqan. Bu tarafda esa uyimizning yon tarafi ham xuddi shunday fasonda qilib berganmiz. Akalar, agar sizda ham tungi fon qiladigan joylar bo'lsa, bemalol telefon qilib, ekraninglardagi telefon raqamiga telefon qilib bemalol bog'lanishlar mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hamma narsani yangisi yaxshi. Mashinani yangisi yaxshi, telefonni hamma narsani yangisi yaxshi. Nimani eskisi yaxshi? Do'stlar. Yo'lga chiqqansan, safarda bo'lgansan, och qolgansan, to'q bo'lgansan, yaxshi kun bo'lgan, yomon kun bo'lgan, turgan yoningda.